Real Madrid klubi yozgi transferlar o'ynasi vaqtida Rodrigo bilan xayrlashishi mumkin. Defensa Central nashri xabariga ko'ra, Manchester City klubi Real Madrid braziliyalik futbolchisi uchun qiziqish bildirmoqda. Shaharliklar qolaversa, Rodrigo bo'yicha taklif tayyorlashni ham allaqachon boshlab yuborgan. Angliya Premyer Ligasining yetakchi jamoalaridan biri transferlar o'ynasi vaqtida Real Madridga ma'lum bir summani taklif qiladi. Agar qirollik klubi ushbu taklifga rozi bo'lmasa, shaharliklar narxni oshirishi ham mumkin. Taxminlarga ko'ra, agar Rodrigoning o'zi Real Madrid rahbariyatidan uni sotishlarini so'rasa, ushbu transfer tezlashib ketishi mumkin. Ma'lumot uchun, 24 yoshli futbolchining ayni paytda transfer market portalidagi narxi 100 million yevroni tashkil qilmoqda. Real Madrid muxlislari ushbu yangilik haqida o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Do'stlar, ayni paytda videolarimizni 88% odam kanalga obuna bo'lmasdan tomosha qilmoqda. Bu esa juda achinarli natija. Shu sababli do'stlar, iltimos kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki biz 50 mingta obunachi bo'lishimiz kerak. Qolaversa, har bir yangi obunachi biz uchun juda qadrli. Eng qiziqarlisi obuna va like mutlaqo tekin do'stlar. Bavariya klubi futbolchisi Leroy Sané bilan yangi shartnoma borasidagi barcha muzokaralar oxir-oqibat muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, tomonlar barcha shartlar va maosh masalasida kelisha olmagan. Shu sababli Myunxen klubi germaniyalik futbolchisi bilan yangi shartnoma imzolamaydi. Barselona klubi esa yozgi transferlar o'ynasi vaqtida ushbu vaziyatdan foydalanib ketishi mumkin. Bilamizki, Kataloniya klubi ko'pdan buyon Leroy Sané transferiga qiziqish bildirmoqda, ammo futbolchining transfer narxi Barselona klubiga og'irlik qilishi mumkin. Ushbu yangilikdan xulosa qilsak bo'ladiki, endi Barselona klubi yozgi transferlar o'ynasi vaqtida Leroy Sanéni o'z safiga erkin agent sifatida qo'shib olishi mumkin. Real Madrid klubi ham qanot himoyachisi Lucas Vazquez bilan yangi shartnoma imzolamaydigan bo'ldi. Insider Nicolo Shkiraning xabarlariga ko'ra, 33 yoshli ispaniyalik futbolchi yozgi transferlar o'ynasi vaqtida erkin agent sifatida qirollik klubini tark etadi. Do'stlar, ma'lumot uchun, Lucas Vazquez joriy mavsum Real safida 47 ta o'yin o'tkazib, 2 ta gol urdi va 7 ta golli uzatmani amalga oshirdi. O'tgan video yashirin futbolchisi albatta Marcelo. Ekranlaringizda esa birinchilardan bo'lib to'g'ri javobni bergan do'stlarimizning kommentlari. Bugungi video yashirin futbolchisi mana bu javoblaringizni kommentariyada yozib qoldiring va kanalga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Futbol markazi oilasi 50 mingta bo'lishi kerak. Tomosha uchun katta rahmat.